Mana bola sokin yakkan ekan. Nima yo'ladi, aka? Ha, bitta aytib qo'ying aka. So'kmay ekansiz, turadi, aytib bo'ladi. Kechpa, qani o'z o'rtasida ekan. Qani bir maqsad bo'lgan ekanda. Ha, maqsad bo'lgan ekan. Endi kechpa kim biladi endi qanaqa holatga tushib qolasiz? Nashbatda nima qilasiz? So'kinib o'zi o'tasizmi? Mashalloh, mashalloh. Mana Oybek ovaga xayr. Xo'p, yaxshi. Ashbatda qanaqa vaziyatga tushasiz? Nima bo'lishdi? Endi qo'qqisdan biron narsa yuz berdi. Nima yuz berdi? Endi Xudo bilmasin, Xudo biladi, biz bilmaymiz. Bu yerda kimni kesib boshim. Bir bo'lsa-da, yomon bo'lsa-da. Ashbatda nima qilasiz? Ashbatda so'kinib o'zi o'tasizmi yoki o'z salqib yoki kuni haydaysizmi? Men shunday ko'chaga chiqib ketaman, bo'ldi, tamom. Duz yetmaydi. Tapishgan chotki mana ko'ringlar. Tushmagan, bu holatga tushmagan uchun Siz tushganmisiz aka? tushganman. Nima bo'ldi? Buni aytib beraman, lekin tushganman. Nimaga aytingchi? Aytib beraman. Nimaga? Kechqurun mana ketasan uyga. Yo'q, men o'zim yo'qotgan xonamda bo'lgan. Qora aynan odam bo'lgan. Yechini qisib qo'ygan. Yechini qisib qo'ygan. 3:30 soat 2da kim keladi? Eshik taqiladi, kim keladi? 3 eshik kim taqiladi? Kim gapiradi 3 vaqtda? Yo, 3-4 kim gapiradi? Nima deb gapirdi? Nima deb gapirdi? Asalma deb gapirganda men 3 vaqtda gapirdim. Eshikni olsa yotamiz, sira. Vallahi gapira akamiz, zayval o'zim yotaman. Ey, hozir men nima turibdi? Bola nima deb turibdi? Televizdan u nimadan so'zlar chiqarib olmaydi. Yaxshi. Video yapaydigan, video yo'q paytda, ashu alhamdulillah deb nima deb aytib o'ting, hechlanasiz. O'zi xohlab qo'yib olsangiz, bo'ldi, shu. Auzu billahi minash shaytonir-rojim. Bismillahir-rohmanir-rohim. Suhbatimizni boshlaymiz. Bugun mana ukamiz tinmay so'kin yakkan ekan. Andijonda Hakan Robotda shok xabar.